Eron davlati qayerda qurilgan? Eronning hozirgi kundagi Xomaniy boshlig'idagi hukumat qayerda qurilgan? O'qing, o'rganing tarixini. Eronda qurilganmi? Chuchvarani ham sanayapsiz. Fransiyada qurilgan. Fransiya davlatida, Fransiyani yerida bu hukumat qurilib, keyin Erondagi oldingi podshohga qochsang qoch, qochmasang mazangni qochiramiz deyishgan, qochgan. Xomaniy Air samolyoti bilan uchib kelgan. Fransiyaning samolyoti bilan Eronga tushgan. Nima reja bilan qurishgan deb o'ylaysiz? Xomaniyni nima reja bilan olib kelgan deb o'ylaysiz? Samolyotdan tushayotganda birinchi gapi nima bo'lgan bilasizlarmi Xomaniyni? Xomaniy samolyotdan tushayotganda birinchi gapi Sionist davlatga qarshi mujodala qilaman, jang qilaman, Sionist davlatini kartadan o'chiraman deb tushgan. Bu nimadan signal? Izrail davlatini rasman xavf ostidagi davlat qilib ko'rsatish uchun o'ynalgan o'yin bo'lgan. Hozirgi 10-15 200 300 odamni o'ldirib qo'ygan narsasini hisobiga biz Izrailning zulmi uchun uni yomon ko'ramiz-da, unga tosh otgan odamni xiyonatini kechirmaymiz. Bu Eronni, shialarni, rofizalarni xiyonatini ko'rganmiz biz. Bizni xalqimiz, bizni boshqa millatlar ko'rgan. Qancha odamlarni qirishgan. Izrail armiyasi Falastinda qanaqa qirgan bo'lsa, Eron o'zini atrofida shunaqa qirg'inlar degan. Izrail zulmi hammani tomog'iga ketibdi-da, shuning uchun aytayaptiki, Eronga malades deb. O'yin desam, bir ikkitasi yozyapti haqorat qilib. Haqorat qilganlar o'ziga qaytadi-da, onasini o'zi haqorat qilgan bo'lib chiqadi-da. Lekin sizlarga bu tahlillarni xulosasini aytyapman. Assalomu alaykum do'stlar, aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Isroil hamda Eron o'rtasidagi ziddiyatli vaziyat haqida ustoz domlamiz Abror Muxtorali o'z fikrlarini bildirib o'tgan paytda, ya'ni bir necha kun oldin ko'pchilik unga, ya'ni Abror Muxtoraliga norozilik kayfiyatida turli xil fikrlarni yozdi. Ya'ni Abror Muxtoralining fikriga zid tarzda ba'zilar qo'shildi, ba'zilar qo'shilmadi. Aslida ham Abror Muxtorali haqiqatda qaysidir ma'noda to'g'ri yondashgan ekan bu mavzuga. Chunki ko'ryapsiz hozirgi holatni, videolar davomiyligini ko'ring hamda Abror Muxtoralining fikrini hamda gaplarini e'tibor bilan eshiting va o'zingiz ma'lum bo'ladiki, haqiqatda qaysidir ma'noda to'g'ri gapirganliklarini. Videolar davomiyligi bo'ladi, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum rahmatulloh, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Aziz qadrdonlar, hurmatli aka-uka, opa-singillar. Yozning issiq bir kunida ko'zi bordi suv ichgani. O'z joniga qasd qilgandan xabari yo'q uning hali degan she'r bo'lardi yoshligimizda. Shunaqa issiq bo'lyapti, mashalloh. Mashinadan 40 ko'rsatyapti. Ko'chadagi issiq 40 gradus darajada. Lekin yurtimizda tinchlik, siyosiy islohotlar, diniy islohotlar, iqtisodiy islohotlar, bular hammasi ya'ni tinchlik evaziga oldinga yurayotgan jarayonlar. Buni doim ne'mat ekanligini, unga shukr qilish lozim ekanligini gapirib kelyapmiz-da. Ba'zilar bu yurtlarda ham urush chiqarishlik kerakligiga qanoat hosil qilgan, urush chiqaramiz bu O'rta Osiyoda ham deb. O'zbekiston горячий точка, qaynoq nuqtalardan shu yerda shunaqa qilamiz degan harakatlari bor, to'xtagani yo'q. Ularni qo'llarida bir necha xil paket bor, bir necha xil paket. Buni ichida Hizb ut-Tahrirni paketi, xavorijlarni, musulmonlarni kofir deydigan radikallarni paketi bor. Undan tashqari Galiboylarning ham paketi bor. Alhamdulillah. Ular ham bitta paket.
Ularni ham orqasida lobbisi bor, ularni ham shunga harakatlari bor. O'zbekistonda janjal bo'lsa, urush bo'lsa, shuni harakatida. Endi urush bo'layotgan mamlakatlar, juda ko'p odam gapirdi. Men orada bir qisqa gapirib ketdim, kesib qo'yishdi ham. Bu Eron bilan Izrail o'rtasidagi hodisalarni o'yin bu degan ma'noda gapirdim. Endi buni tahlili kerak do'stlar. O'rta Sharqda 100 yildan beri o'yin davom etyapti. 100 yil bo'lgan o'yinni boshlanganiga O'rta Sharqda o'zi asli e'tiqod ma'nosida 4000 yillik e'tiqodi bor. Bu Yahudiylarni. Ular O'rta Sharqda buyuk Yahudiy davlatini qurish rejasi bor. Ularni bu tushunchalari siyosiy emas, diniy. E'tiqod ularda. Bu e'tiqoddan qaytmaydi. Eronni eski Fors davlatini qayta tiklash rejasi bor. Bu ham shu rejalarning ichida harakat qiladi va buyuk Fors davlati Shia e'tiqodi ustiga qurilishi kerak. Ularning ham dunyo qarashida e'tiqod bor. Turkiyaning hozirgi kundagi harakati buyuk Turon davlatini qurish. Xilofat masalasi bu endi tarixdan kelayotgan masala, lekin bu o'yinlar mana shunga qaratilgan. Hozirgi kunda siyosiy maydonda afsuski Izrailning qo'li baland kelyapti. Ularning qo'li baland kelishi mumkin emas edi. Ularning qo'lini baland kelishligida bizning ichimizdagi ahmoqlarning xizmati qo'l kelyapti. Misol keltiraman. Izrailga o'sha regionda xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan davlatlar ichida birinchi o'rinda Iroq turardi. Iroq davlatini cho'ktirish uchun dushmanga ehtiyoj bo'lgani yo'q. O'zimiznikilar qilib berdi. Ya'ni musulmonman deganlar sotdi. Bilasizlarmi? Bir o'rganib ko'rsanglar bo'ladi. Saddam Husaynning yonidagi generallarni 90% bilinmagan degan tariqat bor. Bilinmagan degan tariqatning muridi bo'lgan. Men sal soddaroq tarjima qilyapman. Noma'lum degan tariqat bo'lgan, shu noma'lum degan tariqatning muridi bo'lgan. Hatto Saddam Husaynning xotini ham shunga a'zo bo'lgan. O'sha tariqatni muntasibi bo'lgan. Amerika kirib kelganda nima uchun urushmadi generallar? Odatda bunaqangi tariqatlarni, ya'ni tashkil qilingan tariqatlarni yahudiylar qo'llab-quvvatlaydi. Soxta tariqatlarni shunaqa qo'llab-quvvatlaydi, bir kun kelganda ish berishligi uchun. Ish berdimi? Berdi. Saddam Husaynni shunda sotishdi. Iroqda kimni tashkil qilishdi? IShIDni. IShIDga ergashganlar kim? Asosan yosh bolalar. IShIDga ergashganlarning e'tiqodida, tushunchasida, ya'ni musulmonchilikni chiroyli ko'rsatish degan g'oya yo'q. Bunaqa falsafasi yo'q ularning. Ularning qanaqa falsafasi bor? O'ziga ergashmagan hammani kofir deb e'lon qilish va qatl qilish g'oyasi bor. Shu g'oya asosida IShID chiqdi va IShIDni qo'llab-quvvatlaganlar yana Izrail, yahudiylar bo'ldi. Chunki ularga qo'l kelyapti-da. Ular o'sha regionda xavfsizligini ta'minlash uchun boshqalarni bir-biri bilan urushtirishga majbur. Ya'ni ularning siyosatida shunaqangi harakat bor. Urushtiradi, o'zi tinch turadi, ya'ni o'zi kuchayib boradi. Atrofi zaiflashgandan keyin O'rta Sharq katta davlatini qurish rejasi osonlashadi. Iroq sindimi? Cho'kdimi? Cho'kdi. Real hodisami? Real hodisa. Ya'ni nimani sizlar ya'ni tushuntirmoqchi bo'lyapsizlar? O'yin emas, real odam o'lyapti. Odam o'ladi-da o'yinda. O'yinda siyosatchilar qo'lini siqib turib bir-biriga kulib qo'yadi. Lekin ona o'g'lini qachon kelarkin urushdan deb ko'ziga yosh olib dasturmoni bilan o'tiradi. Yana biz xalq jabr ko'ramiz urush bo'lsa. Bu siyosatchilari samolyoti bor, uchib chiqib qochib ketaveradi. Iroq cho'kkandan keyin ikkinchi kuchli davlat Suriya edi. Suriyani nima qilishdi? Yana o'zimizkilarni qo'li bilan qilishdimi? Suriyada Bashar Asad zolim edi, Nusayri edi. Uni asli e'tiqodi birinchi planda odam emas edi-da, Nusayri bu, Shia bu degan propaganda bilan urush e'lon qilishdi. Suriyada to'polon bo'ldi. 15 yil
davom etgan to'polonda oxiri 1,5 ming odamni o'limida aybdor deb topilgan Juloniyni Ahmad Shar raisi jumhur deb e'lon qilib podshoh qilib qo'yishdi. Prezident qilib qo'yishdi Suriyaga. 10 million dollar bo'yniga tikilgan odam edi. 10 million dollarga terrorist deb qidirilayotgan odam edi. Kamazlarga tonna portlovchi moddani yuklab qurbonlik namozi o'qiyotgan hayit namozgohlarga borib portlattirgan shu Juloniy. Bozorlarga, oddiy bozorga olib kirib portlatgan. Kim eslayapti buni? Hech kim. Nimaga? O'yin edi. O'yin edi do'stlar. Suriya cho'kdimi? Cho'kdi. Suriya nechiga bo'lindi hozir? 4-5 ga bo'linib ketgan. Suriyaning markazi Turkiyani qaramog'ida. Ahmad Shar Turkiyani nazoratida. Bo'ldi. Ahmad Shar Turkiyani aytganini qiladi. Bir tomoni kurdlarga bo'lib berildi. Kurdlar qarab o'tiribdi. Durziylar bor, araviylar bor. O'ziga bir-biriga mana shunaqangi to'polon bo'lib turganda Izroil Golan tepaliklaridan kirib yana 20 ga yaqin joyni egallab oldi. O'zini bazalarini quryapti. Qaytib chiqib ketishi yo'q endi. Ahmad Shar nima degan edi? Juloniy bo'lib yurganda biz Qudusga boramiz degan edi. Qudus deganda Trampni nazarda tutgan bo'lib chiqdi. Trampga bordi. Yana nimani o'qitmoqchilar bizga? O qurol ko'tarib yurib, hali ham yolg'onini fosh qilganimizdan keyin ham yana o'zicha valdirayotganlar. Nimani isbotlamoqchilar? O'yinning ichidagi o'yinchoqsizlar. O'yinning ichidagi qo'g'irchoqlarsiz. Eron davlati qayerda qurilgan? Eronning hozirgi kundagi Xamaniy boshlig'idagi hukumat qayerda qurilgan? O'qing, o'rganing tarixini. Eronda qurilganmi? Chuchvarani ham sanayapsiz. Fransiyada qurilgan. Fransiya davlatida, Fransiyani yerida bu hukumat qurilib, keyin Erondagi oldingi podshohga qochsang qoch, qochmasang mazangni qochiramiz deyishgan, qochgan Xamaniy Air samolyoti bilan uchib kelgan. Fransiyaning samolyoti bilan Eronga tushgan. Nima reja bilan qurishgan deb o'ylaysiz? Xamaniyni nima reja bilan olib kelgan deb o'ylaysiz? Samolyotdan tushayotganda birinchi gapi nima bo'lgan bilasizlarmi Xamaniyni? Xamaniy samolyotdan tushayotganda birinchi gapi Siyonist davlatga qarshi mujodala qilaman, jang qilaman, Siyonist davlatini kartadan o'chiraman deb tushgan. Bu nimadan signal? Izroil davlatini rasman xavf ostidagi davlat qilib ko'rsatish uchun o'ynalgan o'yin bo'lgan. Hozirgi 10-15 ta, 200 ta, 300 ta odamni o'ldirib qo'ygan narsasini hisobiga biz Izroilning zulmi uchun uni yomon ko'ramiz-da, unga tosh otgan odamni xiyonatini kechirmaymiz. Bu Eronni, shialarni, rofizalarni xiyonatini ko'rganmiz biz. Bizni xalqimiz, bizni boshqa millatlar ko'rgan. Qancha odamlarni qirishgan. Izroil armiyasi Falastinda qanaqa qirgan bo'lsa, Eron o'zini atrofida shunaqa qirg'inlar degan. Izroil zulmi hammani tomog'iga ketibdi-da, shuning uchun aytayaptiki, Eronga malades deb. O'yin desam, bir ikkitasi yozyapti haqorat qilib. Haqorat qilganlar o'ziga qaytadi-da, onasini o'zi haqorat qilgan bo'lib chiqadi-da. Lekin sizlarga bu tahlillarni xulosasini aytyapman. Turkiya so'zda, gapirishlikda Izroilga qarshi eng qattiq gapirgan davlat sifatida ko'rinadi. Lekin musulmon mamlakatlar ichida Izroil bilan oldi-berdi qilishlikda birinchi o'rinda turadi Turkiya. Turkiya birinchi o'rinda turadi. $8,5 milliard atrofida, $8,5 milliard atrofida yillik aylanmasi bor.
İsrailning benzinini, İsrailning suvini, İsrailning yuklarini Türk kemalari tashib beradi. Türk kemalari tashib beradi. Turkiya nima uchun Hamasga gaz berdi? Savol. Bu Türk siyosatchilarining ham tahlilida bor bu gap. Nima uchun deyapti? Bu Falastinda bu Ahmad Abbosmidi? Mahmud Abbos boshchiligida rasman tan olingan hukumat bor. Falastinda rasman tan olingan hukumat bor. Mahmud Abbos raisi uni. Hamas rasman tan olinmagan. Nima uchun Hamasga aytilmadiki, sen qo'shilgin, rasman tan olingan tomonga qo'shilgin, sanlarni himoya qilaylik deyilmadi. Hamasga gaz berildi, yem qilindi. Qancha 50 ming odam, bolalar, yoshlar, ayollar o'ldi. O'yin bu do'stlar. Endi o'yin aylanib o'rgilib, sekin endi vazifalar bajarildi. Iroq sindi. Suriyani qo'g'irchoqqa berishdi. Endi Eron kerakmi, kerak emasmi? Bu tahlil qilinyapti. Urilgan bombalar, urilgan narsalar hammasi ya'ni 2 kun, 3 kun oldin ogohlantirib qo'yilgan narsalarni olib chiqib ketinglar deyilgan, keyin urilgan bo'lib chiqyapti. Trump aytgan edi, men prezident bo'lsam urushlarni to'xtataman degan edi. Aytgan gapiga teskari yurdi. Nimaga? O'yinga majbur. İsrail maqsadidan voz kechadimi? Yo'q. Nimaga? E'tiqodi uni. 4000 yillik e'tiqod ularida. Voz kechmaydi, mumkin emas voz kechisi. İsrailga yetarli bir davlat chiqadi, unga qarshi o'sha o'qigan harakatni mislini qaytaradi, keyin to'xtaydi bular. Bunisi to'xtamaydi. Hadaf, ya'ni mo'ljal Turkiya. Turkiyaga qarab kelyapti hozir bular. Turkiya ko'zini ochishi mumkin endi. Turkiya ham yetarli qurollangan hozirgi kunda. Lekin o'sha parda orqadagi kelishuvlar qaysi darajaga kelgan, uni hal qilishgandan keyin Turkiyaga agar hujum bo'lsa, muammo yechilishi mumkin. Agar qiyomat yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, Imom Mahdi chiqadigan bo'lsa, bu zolimlarning uddasidan biz chiqishimiz kerak bo'ladi. Imom Mahdiga ergashib. Chunki xabarlarda shunaqa kelgan. Ya hali Imom Mahdiga hali bor chiqishiga bo'lsa, unda kimning chekiga tushadi, lekin albatta yo'q bo'ladi. Meni taxminim bo'yicha 2048-yilgacha Izrail degan davlat qolmaydi. Taxmin bu, siyosiy ko'rish. Nimaga bunaqa deyapsiz desangiz, Izrail davlat sifatida yahudiylar 100 yil yashay olmagan tarixdan. Tarixdan hozir shu kungacha 100 yil yashay olmagan. Hozirgi davlat 1948-yilda qurilgan. Kissinger 2025-yilda Izrail yo'q bo'ladi degan edi. Kissingerni bilasizlar, Amerikani maxsus odamlaridan. Mana shu tahlil qisqaroq mashinada aytib ketyapman men. Albatta shaxsiy tahlillar, meni gaplarim qaysidir rasmiy tashkilotni fikrini ifoda qilmaydi. Abror Muxtor Ali so'z erkinligidan foydalanib o'zining siyosiy fikrini aytyapti. Noto'g'ri bo'lishi mumkinmi? Mumkin. To'g'risini siz ayting, tahlillarda uchrashamiz. Yaxshi bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, Izrail bilan Eron urusharkan, biz Eronga qarsak chalib, "O, barakalloh qutqaruvchi ekan" demaymiz. Bular zotan ular bilan bir edi. Eron davlatini qurilishida Abdullah ibn Saba degan odam rol o'ynaydi. Abdullah ibn Sabani qidiringlar. YouTube'dan yoki Google'dan yoki ChatGPT'dan so'ranglar. Abdullah ibn Saba oxirida ayin bo'ladi. Yoki miyakki znak bo'ladi, ayin emas. Miyakki znak bo'ladi. Qidiringlar kimligini. Eron davlati kim tomonidan qurilgan? Hozirgi kunda ustozlar aytishardi, dunyoda ikkita buyuk yolg'on bor. İşi chiqqan paytida aytishgan edi. Birinchisi Iroq va Shom islom davlati, eng katta yolg'on. Islom davlati emas, islomga aloqasi yo'q ularni. Islomni shunaqa xunuk ko'rsatish uchun qilishgan. Ikkinchisi Eron islom davlati. Islom davlati deb taqdim qilishgan. Yolg'on deyishardi. Biz zulmga qarshimiz.
zolim bilan zolim urushayotganda narigi zolimni yaxshi ko'rishga majbur emasmiz. O'zi aslida diplomatik yo'llar bilan hal qilish kerak. Meni ham taklifim shunaqa. Meni taklifim qayoqqa borardi demaysizmi? Biz aytib qo'yaveramiz chumoliga o'xshab. Chumoli ko'targan og'izdagi suv gulxanni o'chirishi muhim emas. Muhimi tarafimiz do'stlar. Biz tinchlik tarafdorimiz. Mana shu narsadan kelib chiqib bir mantiqni aytib qo'yay. Kecha oldingi kuni galiboylikni targ'ib qilayotgan bir isqir NID Plus'ni O'zbekistonga sotayotgan ekan. Katta miqdorda sotilyapti ekan. Ba'zilar Munis Rizayevga o'xshaganlar reklama qilyapti ekan. Shunda men ogohlantirdim. Vodiylik bitta kosmetolog ayol Jasmina xonimga rahmat olib kelib berdilar deyapti. Voy. Jasminni kim aytdi xonim deb? O'y vodiylik. Opaginam, sizni aka desam to'g'ri bo'ladimi? Ha, sizni aka desam to'g'ri bo'lmaydi, to'g'rimi? Jasmin xonim emas u. Uni ati Muzaffar. Qancha Muzaffar degan zo'r o'zbek xalqini yigitlariga nomus keltirayotgan ism. Xonimmish. Kecha chiqib olib 16 ta xonadonga yordam berganman, 7 ta bolani tug'ilishiga yordam berganman. Kimdir nimadir 16 ta oilaga yordam bersa, 7 ta odamni tug'ishiga yordam bergan bo'lsa, uni galiboyligidan ko'z yumaylikmi? Ha, bo'pti galiboy bo'pti, endi yaxshilik qilyapti ekanki deyaylikmi? Fa ayna tadhhabun? Qayoqqa qarab ketyapsizlar? Ha? Allohga qochiladigan joyda qayoqqa qarab ketyapmiz? Bular lobbi do'stlar. Bularning orqasida propagandistlar bor. Bularning orqasida shunaqangi millatni qirilishi tarafdori bo'lgan la'natlangan qavmlar bor. Farg'onalik opa ekan, videosini ham balki shuni montaj qilganda qo'yishar. Bu yerda do'stlar, u Jasminni xonim deb qilayotgan ishini rasmiylashtirish, qonuniylashtirishga urinish jinoyatga sheriklik do'stlar. Bir kun keladi, bular baribir jazolanadi. Dunyoda oqibati yaxshilik bilan tugamaydi bularni. Lut alayhissalomning qavmini Alloh taolo shundoq yer yuzidan ko'tarib, to'ntarib, qopqoq qilib qo'ygan. O'lik dengizda turibdi, o'sha tagida yotibdi hammasi. Dunyoning lazzati, dunyoning maishati, jargon tili bilan aytganda, orgazm uchun hamma narsadan voz kechgan isqirtlar bular. Bularni cho'chqa deyiladi. Cho'chqa mendan xafa bo'lmasin-da, cho'chqani orgazmi 30 minut davom etar ekan. Nimaga desa, halol haromni ajratmasdan yegani uchun. Mana shu lazzat uchun cho'chqa bo'lishga rozi. Bular ham cho'chqa, dunyo lazzatini, ya'ni kayf saposini evaziga hamma narsadan voz kechgan, erkakligidan voz kechgan, nomusidan, iymonidan voz kechgan, millatidan, vatanidan voz kechgan ular. Shularni men ogohlantiray dedim. Bugun shaxmat bo'yicha Uschess Cup turniri bo'lyapti. 4-tur tugadimi? Bugun 4-tur tugagan, bugun 5-tur. 5-turga keldik. 3 ta ochko o'yin bor, bitta yutqiziq bor. Bugun meni Uschess YouTube platformasida jonli beradi o'yinimni. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Omad tilab turinglar. Barchalarga omad. Alloh taolo vatanimizni tinchligiga ko'z tegdirmasin. Xalqimizni aqli, zakovatini bundan-da ziyoda qilsin. Dinimizga amal qilib borishimizda o'zi tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mahbubi har mudom tik tur. Dushmanga qarshi tetik tur. Faqat rukuda egik tur. Alloh sendan ranjimasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.